Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Xitay təcavüz qılıb besib alğan Aqsayçınğa yaxın yerdə ötküzüldiğən hərbi manevrga qatnaşır ekan. CNN'ning 6 avgust günidagi xabariga qaraganda, Amerika Hindiston bilan Xitoy talash-tortish qiladigan chegaraga 100 kilometr yiroqlikdagi joyda Hindiston bilan birlashma harbiy manevr o'tkazmoqchi ekan. Bu ishdan to'liq xabar bor Hindiston armiyasining yuqori darajalik amaldorining aytishicha, bu harbiy manevr oktyabrning o'ttirlarida Hindistonning Uttarakhand o'lkasining Avli shahridan 10 ming ingliz chesi egizlikdagi joyda elib berilgan bo'lib, yuqori saviyalik urush mashqini asos qiladi ekan. Avlining əmli kontrol sizgi bilan bo'lgan aralığı 95 kilometr keladi. Bu yer Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi talash-tortish chegarasidan ayirib etilgan. Manevr 18-ci qitimliq Yod Avias, ya'ni urush praktikasi deb atalgan birlashma manevrning bir qismi sifatida elib beriladi. Hindiston bilan Xitoy askarlari o'rtasida yuz bergan 2020-yil 6-oydagi Himalaya tog'idagi qonliq to'qinishda kam deganda 20 nafar Hindiston askari va 4 nafar Xitoy askari qazo qilgan. Yaqindan buyon Xitoy chegara bo'yiga joylashgan Pangong Tsu ko'lining udulida ko'rik yasagan bo'lib, bu jiddiylikni texmi oshirgan. Hindiston bu qilmishni qonunsiz ishg'oliyat deb ayblagan. Amerika armiyasining Tinch okean qo'mondonlik shtabi general Charles Philbin bu yil Hindistonda ziyoratda bo'lganda Xitoyning talash-tortishdagi chegaraga yaqin joyda harbiy baza ta'sis qilishni andishlantiradigan ahvol deb tasvirladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi CNNning birlashma manevr haqidagi so'rgan savoliga Hindiston bilan bo'lgan hamkorlik erkin va ochiq Hind-Tinch okean rayoniga bo'lgan o'rtaq qarashning eng muhim omillaridan biri. Bu texmi keng chiniqish va mashq faoliyatini o'z ichiga oladi. O'zaro moslashishni ilgari surish va bir qator rayon bexatarlik xiraslarini hal qilishda o'zimizning iqtidorini yuqori ko'tarish uchun loyihalangan har ikki taraflik manevrning biri dedi. Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi har qanday harbiy ig'vogarchilik og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Har ikkilisining yadro quroli bor. Har ikki tarafning chegara rayonida zo'r turkumda askarlari mavjud. Turkiyada o'qigan va Xitoyning janubidagi Guangzhoudagi bir xalqaro shirkatda ishlagan Uyg'ur ziyolisi Urumchida tutqun qilingan. Erkin Osiyo radiosining 8-avgustdagi xabariga qaraganda, uning dadasining Turkiyada yashayotgan do'stining Erkin Osiyo radiosiga aytishicha, 29 yoshli Subi Tursun 2010-yili Turkiyaga kelib, oliy maktabga kirgan. O'qish bitirgandan keyin Turkiyadagi bir shirkatda ishlagan. 2021-yili kuzda u shirkatning Guangzhoudagi tarmog'iga yo'tkalgan. Bu yil 7-oyning 1-kuni tajovuzchi Xitoy soqchilari to'rdan tushib qolgan jinoyat gumondori deb tutqun qilgan. U Turkiyadagi mezgilida vaqtliq turish ijozatnomasi bilan turgan. Urumchi G'olibiyat soqchi punktidagi ismini oshkorlashni xohlamagan bir soqchi uning Urumchida yoki Guangzhouda tutqun qilinganligi haqida aniq bir narsa demagan. Xitoy Kanadaning axborot organiga singib kirgan va bu tunji qatimliq ahvol emas. 2019-yili 9-oyda Xitoyning yoshirin jasusi Kanada Xan jamiyati otliq soqchi qismining bir turi bo'lgan Kanada axborotining eng yuqori saviyasiga singib kirgan. Amerika askari xabarlariga qaraganda, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Angliyani o'z ichiga olgan 5 ko'z axborotdan o'rtoqlashtirishga a'zo bo'lganlikdan, buning natijasi Kanadaning chegarasidan xeyli uzoqlarga ta'sir ko'rsatdi. 5 ko'z terrorlikqa o'xshash o'rtaq dushmanlarga qarshi maxfiy materiallarni o'rtoqlashtirgan davlatlarning shaxsiy to'ri. Xan jamiyati otliq soqchi qismlari ham qonun ijro qilish mas'uliyatiga, ham josuslikqa qarshi turish mas'uliyatiga ega bo'lganlikdan Federatsiya tekshirish idorasiga o'xshaydi. Bu sababdan Kanada davlatlik axborot moslashtirish markazi Kanada Xan jamiyati otliq soqchi qismlarining bir qismi bo'lib, axborot ishlariga mas'ul. Cameron Ortiz ismli Kanada Xan jamiyati soqchi qismlarining nayta yuqori darajalik amaldori josuslik delolarini sotlashga ishlatadigan bexatarlik uchurlari qonunidagi ayblashlarni o'z ichiga olgan bir qator jinoyatlar bilan qo'lga olindi. Qo'lga olingan vaqtda Ortiz Kanada Xan jamiyati otliq soqchi qismi davlatlik axborot moslashtirish markazining bosh direktori, Kanada Xan jamiyati otliq soqchi qismining sobiq komissari Bob Paulsonning davlat bexatarlik maslahatchisi edi. Ortizga qartilgan bir qism ayblashlar 2015-yildan boshlangan, ya'ni u balkim kam degandimi 2015-yildan boshlab Xitoy uchun josuslik qilgan bo'lishi mumkin. Egallanishicha, Ortizga maxfiy aloqa uchun texnikalik uskunalar berilgan. Ammo hech kim bu paketning muhimligini doklad qilmagan. Sodada maxfiy aloqa uskunasi Qualcomm uningga berilgan.
Xitoy axborot xodimlari uni to'liq tekshirmagan va ishonchlik jasus deb qaramagan bo'lsa, Ortisni bu xil uskuna bilan ta'minlamagan bo'ladi. Ortis internet sistemasi boshqarish guvohnomasi va Angliya Kolumbiya universitetining xalqaro munosabatlar doktorlik unvoniga erishgan bo'lib, bosh axborot amaldori qilib tayinlangan birdan-bir fuqaro. U Kanada pul muomala savdosi va doklad analiz markazi bilan hamkorlashgan. Ortis Sharqiy Osiyo Xitoy mutaxassisi bo'lib, Xitoycha so'zlaydi. O 2018-yildagi jinoiy ishlar delosida Kanadaning maxfiy axborot uchurlarining oshkorlanib ketishini yepuchi bilan ta'minlagan. Federatsiya tekshirish idorasi va Kanada xon jamiyati otliq soqchi qismlari tekshirishga majburiy qatnashgan va Ortisni bosh jinoyat gumondori deb nihoyat tezla aniqlagan. Shundaqla ilg'or nazorat qilish texnikasini qo'llanganligi uni tekshirishning muhim bir qismi bo'lgan. Bosh ministr Justin Trudeau uning ziynini azaytishga tirishgan. 5 ko'z programmasiga qilingan yana bir qatimliq eg'ir zarba va Xitoyning Kanadani tarqoqlashtirayotganligi to'g'risidagi xabarni bostirib qo'ygan. Ortis davlat ichida faoliyat qilayotgan Kanada xon jamiyati otliq soqchi qismlari maxfiy qonun ijrochilarining haqiqiy kimligi va mashg'ulotining tafsilotlari, shundaqla chet elda turishliq Kanada xon jamiyati otliq soqchi qismlari axborot xodimlari va bu mashg'ulotlarning tafsilotlarini to'liq ziyorat qila oladi. Kanada xon jamiyati otliq soqchi qismlari davlatlik axborot moslashtirish markazining bosh direktori bo'lish sifati bilan u 5 ko'z ittifoqi o'rtoqlashgan barliq maxfiy uchurlarga to'liq erisha oladi. Xitoyga vakolatan jasuslik qilganlik uchun qo'lga ilingan yoki turmaga tashlanganlarning soni bilan birga Federatsiya tekshirish idorasining jasuslikqa qarshi turish ishxonasi va dunyoning boshqa joylaridagi tajovuzchilik harakatlari haqida nurg'ulg'an ogohlantirishlar, Xitoyning nurg'ulg'an g'arb hukumatlariga singib kirishi to'g'risida keng tarqalgan xabarlar bo'lsa-mu, ammo Amerika axborot jamiyati va ittifoqdoshlari bu tajovuzchilikdan mudofaalanishda orqada qoldi. Amerika axborot jamiyati erkin dunyoni yaxshi yetaklashi kerak. Brad Johnson Markaziy axborot idorasining mashg'ulot boshqarmasining pensiyaga chiqqan yuqori darajalik boshqaruvchisi. Johnson apandi bu sohada mo'l tajribaga ega. Jasuslikqa qarshi turish masalasidagi layoqatlik yuqori darajalik mutaxassis. Mo'ng'ul xaqoni Chingizxon Buxoro shahriga hujum qilganda qarshi tarafning bahodirligi va mudofaasining kuchlikligi sababidan shaharga bosib kirishga amalsiz qolganda shahar aholisiga maktub yozib, kim bizning tarafimizda turib bizga qarshi urush qilmay taslim bo'lib qurol tashlasa amonlik berildi. Bundan keyin bexatar xotirjam yashaydi, dedi. Bu maktubning mazmuni shahar aholilarini ikkiga bo'lib o'tdi. Birinchi qatordagilar har holatda qarshilashda ching turishni ham eng oxirgi hayot qolgan kishiga qadar shaharni qo'g'dab urush qilishni tashabbus qilib rad qildi. Ikkinchi qatordagilar Mo'ng'ullarning zulmidan ansirab taslim bo'lishni muvofiq ko'rib shaharni topshirishga qo'shildi. Chingizxon taslim bo'lib bo'ysunishga qo'shilganlarga yana maktub yo'llab mundaq dedi: "Agar sizlar biz tarafga o'tib, biz bilan bir safda bizga qarshi chiqqanlar bilan urush qilsanglar, biz sizlarga davlatinglarni boshqarish huquqini berib, mansab tutib, hokimiyat yurgizish imkoniyatiga ega qilamiz." Bu maktubni o'qigan qo'rqinchoq vatan sotqinlari Mo'ng'ullarni saqlab turmay, darhol qo'liga qurol olib, o'z musulmon qarindoshlariga o't ochib, urushni boshladi. O'zaro ichki urush avjiga chiqdi. Albatta, Mo'ng'ul qo'shinlari qarab tomosha qilib turadi. Oxirida Chingizxonga bosh ekkan xiyonatchi mal'un vatan sotqin tarafdorlari g'alaba qildi. Ammo kishini hayron qoldirdigani shuki, Mo'ng'ul xaqoni Chingizxon jang tugishi bilan maydonga tushib, xiyonatchi tarafdorlardan qurolni olib, ularni bo'g'izlab o'ldirishga buyurdi. Ondan o'z qarindoshlariga vafo qilmaganlardan bizdek yetkishlarga hargiz vafo kelmaydi, degan mashhur so'zni qildi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.